alaykum. Mana yana bugun qilingan ishlardan yana bittasi katalizator qoldi. Captivaniki. Obuna bo'lsani, yana bundan keyingi qilayotgan ishlarimiz ko'rsatamiz. Mana Captivaniki bo'ladi, 3 dan bo'ladi. Butun mana satulib bo'lgan. Mana tomonimiz. Mana irib ketgan. Bu mana Xitoy katalizatori. Mana ichlari ham mana sinib yotgan. Mana. Bu ovoz ushlab bermaydi. Davleniyani mana ichidagi narsalar ham chiqib keladigan. Aytamiz, Xitoy katalizatori ish bermaydi. Qo'ymani, nima qilasizlar qo'yib. Xudo xolasa buni ham ochib yo boshqa turbadan pirdirak qilamiz, ovozni pasaytiradigan. Yo'miz ham boshqa original topamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kuzatib turinglar. Yana boshqa video qo'yamiz. Obuna bo'lish esdan chiqmasin.